Sochga termozashitani chek qog'ozi bilan tekshiramiz. Chek qog'ozi issiqlik ostida rangini o'zgartiradi. Termozashita bilan esa issiqlik o'tmaydi. Mo'jiza! Wow! Shunaqa videolarni aniq ko'rgansiz, endi aniqlashtirib olaylik. Original tajribani YouTube da ko'ra olasiz. Tajribaga kerak bo'ladi: chek qog'ozlari, utujok, suv, termozashita va sekretniy ingredient spirt. Chekni o'zini qisam qog'oz rangi qop-qora, unda termozashita bilan qisam-chi? Ozgina kamroq o'zgardi, balki gap suvdadir. Qog'ozni suvga botirsam-chi? Gap suvda emas ekan. Unda internetdagi bunaqa videolar-chi? Gap chek qog'ozida. Termaqog'oz ustida ingichka rangsiz qavat bor. Issiqlik o'sha qavatga teganda rangini o'zgartiradi. Shuna qilib har xil yozuvlar paydo bo'ladi. Ikkinchi termaqog'oz bor yo'g'i 50 graduslarda rangini o'zgartiradi. Siz uchujok bilan esa ancha baland graduslarda qilasiz. O'sha ustidagi qavas voskga o'xshaydi. Voskni esa yaxshi eritadigan narsa nima? Spirt. Shunda qarang, atir sepsam o'sha rangi o'zgaradigan qavat erib ketadi. Endi uchujok bilan o'tsam ham rangi o'zgaradigan qavatni o'zi yo'q. Endi qarang, o'sha qorayib bo'lgan qog'oz ustidan atir sepsam yana oqaradi. O'sha qavatni eritdik. Mo'jiza! Xulosa. Chek qog'oz bilan qilingan tajriba befoyda, soch qog'oz emas, tajriba ishlamaydi. Undan tashqari termozashitaning maqsadi issiqlikni blok qilish emas, issiqlikni sochga teng taqsimlab berish. Issiqlik bitta joyda yig'ilib, o'sha joyda sochni kuydirmasligi uchun. Internetda hamma narsaga ishonadigan o'rtog'inglarga tashlab qo'ying.